Eng oson tvorojniy pirog shirinligi. Hammaga salom, sizlar bilan Hadicha. Bugun sizlar bilan eng sevimli bo'lgan tvorojniy pirog retseptim bilan bo'lishaman. Birinchi bo'lib xona haroratida turgan 300 g margarin, 450 g un, 6 ta tuxumni oqini sarig'idan ajratib olamiz. Tayyorlab olgan mahsulotlarimizni idishga unni solishdan boshlaymiz. Xona haroratida erigan margarinimizni un yordamida qirg'ichdan chiqarib olamiz. So'ng ikkala mahsulotimizni kroshka holatiga kelguncha aralashtiramiz. So'ngra tuxum sarig'ini birin-ketin solib olamiz. Menda 5 ta solingan edi. Men yana keyinda bitta qo'shib yubordim va ketidan razrixitelь va 1,5 osh qoshiq mayonez solamiz va yumshoq pisochniy xamir holatiga keltirib olamiz. Tayyor bo'lgan yumshoq xamirimizni 20 daqiqaga xona haroratiga tindirishga olib qo'yamiz. Bu vaqtda biz tvorogli nachinkamizni tayyorlaymiz. Bunga 1 kg quruq tvorog, 350 g shakar, 1 osh qoshiq kraxmal, bitta limon xohishga qarab, 2 ta butun tuxum kerak bo'ladi. Masalliqlarimizni birin-ketin solib, avval qoshiq yordamida, so'ng mikser yordamida bir xil massaga keltirib olamiz. Xona haroratida tingan xamirimizni listimizga bir tekisda yoyib olib, tvorogli nachinkamizni bir xil massada solib olamiz. Keyin pirogimizni avvaldan qizdirilgan 180-190 gradusli pechimizga 25-30 daqiqaga yuboramiz. Pirogimiz tayyor bo'lguncha ustiga biza tayyorlashga o'tamiz. Birinchi bo'lib muzlatgichga olib qo'yilgan 6 ta tuxum oqini mikser yordamida oppoq ko'pik holatiga kelguncha asta-sekinlik bilan mikser qilamiz. So'ng oz-ozdan 350 g shakarimizni qo'shib ko'pirtirishda davom etamiz. Massamizni qattiq biza holatiga kelguncha mikser qilamiz. Bu orada shirinligimiz tayyor bo'ladi va ko'pirtirilgan bezayimizni maxsus qandolat qopchasiga solib, xohishga ko'ra bezatib olamiz. Bezatib olgan shirinligimizni 180 gradusda bezayimiz qotib olguncha qizartirib pishirib olamiz. Tayyor bo'lgan shirinligimizni xohishga ko'ra saxinli pudra bilan bezatib olamiz.